Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda uchrashuv bo'lib o'tdi. Rahbarlar bilan birga yoshlar uchrashganda ko'pincha zerikarli bo'ladi, lekin bu safar do'stona suhbat bo'ldi. Boshqarma boshlig'i o'zining hayotiy tajribalari bilan bo'lishdi, turli xil misollar keltirib va bu jarayon bizga juda ham yoqdi. Qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni QQS, bu haqida ko'proq ma'lumotga ega emasdim. Bu suhbatdan so'ng men o'zim ma'lumotga ham ega bo'ldim, o'zimga kerakli xulosani ham chiqardim va shunaqa ko'p uchrashuvlarni so'rab qolgan bo'lardik. Avvalgi yig'ilishlar bilan hozirgi uchrashuvlarning farqi ochiq, do'stona muloqot bo'ldi. Savollarimizni erkin berdik, erkin, do'stona bir stol atrofida o'tirib, gaplashib, bemalol savol berdik, javob oldik, tushunmagan joylarimizni so'radik. Uchrashuvdan olgan xulosam, har bitta odamga men tavsiya berardimki, soliq qonunchiligini chuqur o'rgansin. Ayniqsa yosh tadbirkorlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi.